Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Fizika fanining ixlosmandlari. Bugun men sizlarga zanjirda elektr tokini tadqiq qilish mavzusidagi laboratoriya ishini bajarib ko'rsataman. Hayotimizda elektrsiz tasavvur qilishning iloji yo'q. Elektr toki o'zi nima? Ushbu savolga biz ushbu laboratoriya ishini bajarish davomida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lib olamiz. Elektr toki bu o'tkazgichlarda erkin elektronlarning tartibli harakatidan iborat bo'ladi. Elektr tokini yo'nalish qilib, elektronlarning harakatiga qarama-qarshi yo'nalish qabul qilingan. Savol: o'ylab ko'ringchi, nima uchun elektr jihozlari kuchlanish normal holatda bo'lsa ham, ba'zi holatlarda yaxshi ishlamaydi? Uyimizdagi tok yaxshi bo'lishi uchun nima qilish kerak? Elektr tarmog'iga ulangan qurilmalar ayrim holatlarda jiddiy shikastlanishi, qisqa tutashuv, yonilish, o'chib qolishi va hokazo bo'lishi mumkin. Buning sababi nimada? Ushbu savollarga laboratoriya ishini bajarish davomida aniqlik kiritib o'tamiz. Elektr toki bu zaryadli zarralarning bir tomoniga tartibli harakatidan iborat hisoblanadi. Elektr tokini o'rganish elektrotexnika va fizika fanlarining muhim bo'limlaridan biri hisoblanadi. Elektr zanjiri tok manbai, o'tkazgichlar, iste'molchi va hokazo elektr asboblaridan tuzilgan zanjir hisoblanadi. Elektr zanjirda tok kuchi, kuchlanish va qarshilik o'zaro bog'liq bo'lib, bu bog'liqlikni biz Ohm qonuni deb ataymiz. Ohm qonuniga ko'ra zanjirdagi tok kuchi kuchlanishga to'g'ri, qarshiligi esa teskari proporsionaldir. Ya'ni teng taqsim er. Bu yerda tok kuchi 1 amper, kuchlanish 1 ohm, rezistor qarshiligi yoki iste'molchi qarshiligi 1 ohm. Laboratoriya ishining asosiy maqsadi elektr zanjirda tokning xususiyatlarini o'rganish, tok kuchi, kuchlanish va qarshilik orasidagi bog'lanishni tajriba orqali aniqlash hamda Ohm qonunining to'g'riligini aniqlashdan iboratdir. Kerakli jihozlar: tok manbai, kalit, ikkita lampochka, ampermetr, voltmetr hamda ulovchi simlar. Laboratoriya ishini bajarishni ikki bosqichda bo'lib olamiz. Birinchi bosqichda zanjirning turli qismlaridagi tok kuchini tahlil qilamiz. Ikkinchi bosqich zanjirning bir qismi uchun Ohm qonunini amaliyotda tekshirib ko'ramiz. Birinchi bosqich zanjirning turli qismlaridagi tok kuchini tahlil qilamiz. Buning uchun ushbu ko'rinishdagi elektr zanjirni yig'ib olamiz. Keyin ampermetrni birinchi holatda bu qismga, ikkinchi holatda bu qismga, uchinchi holatda bu qismga ulaymiz va ampermetrning ko'rsatkichlarini jadvalga yozib olamiz va tahlil qilib xulosa chiqaramiz. Ikkinchi holatda ushbu zanjirni yig'ib olamiz. Ampermetrni birinchi holatda bu qismga, ikkinchi holatda bu qismga, uchinchi holatda bu, to'rtinchi holatda esa bu qismga ulaymiz va natijalar asosida tok qanday bo'lishini tahlil qilib xulosa chiqaramiz. Ishni bajarishni boshlaymiz. Elektr zanjirini yig'ib olamiz. Demek ampermetrimiz 0,4 amperni ko'rsatmoqda. Endi esa ampermetrni ikkinchi nuqtaga, ya'ni ikkita lampochkaning o'rtasiga ketma-ket ravishda olaymiz. Kalit ulaymiz, ikkinchi holatda ko'rsatkichini topib olamiz. Ikkinchi holatda ham 1,4 amperni ko'rsatmoqda. Endi esa ampermetrni
ikkinchi lampochkaning chiqish qismiga, ya'ni ikkinchi uchiga ulab jarayonni takrorlaymiz. Kalitni bulaymiz. Demak, ampermetrimiz 3-holatda ham 0.4 amperni ko'rsatmoqda. Xulosa qiladigan bo'lsak, zanjirning 1-, 2- va 3- qismlariga ulanganda ampermetr bir xil qiymatni ko'rsatadi. Xulosa ketma-ket ulanganda zanjirning barcha qismlarida tok kuchi bir xil bo'lar ekan. Endi esa ikkinchi, ya'ni parallel ulangan holatga o'tamiz. Zanjirni yig'ib oldik. Ampermetr birinchi holatda zanjirning tarmoqlanmagan qismiga ulangan. Kalitni olaymiz. Demak, ampermetrimiz 1 amperni ko'rsatmoqda. Endi esa ampermetrni birinchi lampochkaga ketma-ket tarzda ulaymiz. Zanjirni yig'ib oldik. Ampermetr birinchi lampochkadagi tok kuchini ko'rsatadi. Demak, taxminan 0.5 amperni ko'rsatmoqda. Endi esa ampermetrni ikkinchi lampochkaga ketma-ket holatda ulaymiz. Demak, ampermetrimiz 0.5 amperni ko'rsatmoqda. Endi esa ampermetrni 4-holatda zanjirning chiqish qismidagi tok kuchini o'lchash uchun ulaymiz. Kalitlaymiz. Demak, ampermetrimiz 1 amperni ko'rsatmoqda. Ikkinchi holatda xulosa qilib oladigan bo'lsak, demak, zanjirning tarmoqlanmagan, ya'ni tok manbaidan chiqish qismidagi tok kuchi 1 amper, keyin parallellangan lampochkalarning har biridan 0.5 amper tok o'tmoqda. Agar bu ikkitasini qo'shadigan bo'lsak, zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok kelib chiqadi. Demak, zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok kuchi har bir tarmoqdagi tok kuchlarining yig'indisiga teng ekan. Va tok manbaining manfiy qutbiga kirayotgan tok kuchi ham 1 amperni tashkil qilar ekan. Xulosa qilishimiz mumkinki, parallel ulanganda zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok kuchi har bir tarmoqdagi tok kuchlarining yig'indisiga teng bo'lar ekan. Ikkinchi bosqichga o'tamiz. Zanjirning bir qismi cho'qim qonunini amaliyotda tekshirib ko'ramiz. Ishni bajarish tartibi. Ushbu ko'rinishda elektr sxemani yig'ib olamiz va riostatning jilgichini bir necha holatga o'zgartirib, ampermetr va voltmetrlarning ko'rsatkichlarini jadvalga yozib olamiz. Keyin esa erkin bitasini formuladan noma'lum qarshilikning qiymatini topib olamiz. Ohm qonunining to'g'riligini amaliyotda tekshirib ko'ramiz. Ishni bajarishni boshlaymiz.
zanjirni yig'ib oldik. Ikkala to'lab ampermetr va voltmetrlarni ko'rsatkichlarini yozib olamiz. Demak, voltmetrimiz 4 voltdan, ampermetrimiz 0,165 amper ko'rsatmoqda. Demak, ikkinchi holatga qo'ydik. Ampermetr va voltmetrlarni ko'rsatkichlarni yozib olamiz. 3 volt ampermetrimiz keyingi holatni tekshirib ko'ramiz. Rastatekishni keyingi holatga o'tkazamiz. Gavdanimiz ampermetr va voltmetrlarni ko'rsatkichini yozib olamiz. Voltmetrimiz 2,5 voltni, ampermetrimiz esa 0,4 amperni ko'rsatmoqda. Xulosa qiladigan bo'lsak, tok kuchi va kuchlanishning qiymatlari orqali qarshilik aniqlash formulasi jadvalga kiritilgan. Bu yerda o'rtacha qarshiligimiz 6,6 o'rni tashkil qildi. Aksariyat xatoliklarning o'rtacha qiymati esa 0,4 o'rni tashkil qildi. Nisbiy xatolik esa 0,17% tashkil qildi. Endi esa ushbu natijalar asosida biz volt amper xarakteristikasini chizib olamiz. Demak, tok kuchining yuksalishga bog'lanish grafikini tahlil qiladigan bo'lsak, bu grafik deyarli to'g'risiz ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu degani tok kuchi kuchlanishga to'g'ri proporsional ekan. Demak, zanjirning elektr qarshiligi o'zgarmas bo'lganda tok kuchi kuchlanishga to'g'ri proporsional ekan. Biz riyosat orqali zanjirning umumiy qarshiligini oshirib ko'rdik. Zanjirning umumiy qarshiligi oshganda tok kuchining kamayishini ham aniqladik. Xulosa, zanjirning bir qismi uchun o'ng qonuni to'g'riligi isbotlandi. Mustahkamlash. Elektr toki nima va u qanday sharoitlarda hosil bo'ladi? Elektr zanjiri qanday qismlardan iborat? Tok kuchi qanday fizik kattalik va u qanday o'lchanadi? Tok kuchini o'lchash uchun qanday asbob ishlatiladi va bu zanjirga qanday ulanadi? Kuchlanish nima va qanday o'lchanadi? Tok kuchi kuchlanishga qanday bog'liq? Agar qarshilik bo'lsa, tok kuchi qanday o'zgaradi? Qanday topshiriq? Ketma-ket va parallel ulanishni taqqoslang. Ikkita lampochkani ketma-ket holatda ulang. Keyin esa ularni parallel holatda ulang. Savol: qaysi holatda yorqinroq yondi? O'rganing va xulosa chiqaring. Ikkinchi topshiriq qarshilikni o'zgartirish. Ikkita batareya, kalit, sim va elektr lampochkadan iborat zanjirni tuzing. Kalitni ulang va lampochkaning yonishini kuzating. Keyin esa simning uzunligini o'zgartirgan holda tajribani bajaring. Lampochkaning yonish ravshanligi simning uzunligiga qanday bog'liqligini amaliyotda bajarib ko'ring. Xulosa: tajriba davomida aniqlanishicha, ketma-ket ulangan zanjirning barcha qismlarida tok kuchi bir xil bo'ladi, chunki zanjir yopiq bo'lib, zaryadlar oqimi uzluksiz harakatlanadi. Parallel ulanishda esa tok kuchi tarmoqlarga bo'linadi, ya'ni umumiy tok alohida yo'nalishlar bo'yicha taqsimlanadi. Zanjirning bir qismi uchun olib borilgan o'lchashlar shuni ko'rsatadiki, tok kuchi kuchlanishga to'g'ri, qarshiligi esa teskari proporsional. Bu natijalar o'ng qonunning to'g'riligini tasdiqlaydi. Umuman olganda, ushbu laboratoriya ishi orqali elektr zanjiridagi tokning taqsimlanishi, o'lchash usullari va asosiy qonuniyatlar chuqurroq tushunildi. Hamda nazariy bilimlar amaliy tajriba bilan mustahkamlandi. Bugungi laboratoriya ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Takliflar va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.